Salom azizlarim, qalaysizlar, tuzukmisizlar? Men ismim Nisa, kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviya Riga shahrida yashayman. Bu yerga student bo'lib kelganman. Bu kanalimda studentlarning hayoti, yashash tarzi, sayohatlarim shularni ko'rsatib boraman va hech kim ko'rsatmaydigan, hamma yashiradigan, mana haqiqiy real hayotlarini hech kim aytmaydigan tomonlarini ko'rsatib boraman. Boya ozgincha magazinga chiqib keldim, produkt olib keldim magazindan. Sabzi, grunch, tovuq, go'sht olmadim, tovuq oldim. O'rniga osh qilaman bugun. Mana bir kunlik produktim, bir kunlik ovqatimni tayyorlanish jarayonlari hammasini ko'rsatib beraman. Real. Nima olganimni hozir ko'rsataman. Tovuq, yogurt, qatiq, turetskiy, turklarniki. Turkiyada ham oldim, bundan ichardim yaxshi. Ayroni ham bor. Ikkita sabzi, mana bu naqada ekan, diskount. 2 pomidor, salatka, grunch. Mana shunaqa bugungi bozorimiz shu. Hozir idishlarni yuvib, tayyorlab boshlayman o'zi. Tovuqlarimizni qovurib olaman. Keyin sabzi ko'pgina qildim. Piyoz, sariq piyozim yo'q ekan, qizil piyoz ishlatamiz. Qo'limizdagi bor narsalar ishlatamiz, farqi yo'q. Zo'r osh qilaman. Bunda grunchimizni alohida qovurib olaman. Chunki betda grunchni suv solganimda unaqa ezilib ketdi. Grunch alohida qovurib olsam, o'shanda sal yaxshi chiqdi. Endi sal narmaydi bo'ldi. Tovuq bilan sabzini yaxshilab mana shunaqa qovurib olib, grunchni bunda yaxshilab qovurib olib, keyin ustiga solib, dam tashlab suv solamiz, bo'ldi. Suv solamiz, keyin dam tashlaymiz. Katta qozonim yo'q, endi nima qilaman deb o'tirmaymiz, skorotkada ham qitashaveramiz. Tez-tez. Marta salat narsalarni tayyorlab qo'yganman. Pomidor, mana bunaqa narsa olib kelganman. Mana piyoz bilan pomidor, bu salati tayyor. Hozir bularning salatini qitashayman. Latviyadagi talabalar magazinga kirganda mana arzon Lidl bor, Remi, Maxima shunaqangi arzon. O'zbekistonda Havasga o'xshagan bo'lsa kerak, Havasga o'xshagan magazinlari. Arzon joylariga borib, eng diskount degan chegirmadagi narsalarni pastavkalardan bunday qilib qidirib yurishadi. Necha pul ekan, mana 1 euro 50 sentmi, mana shunaqami deb. Shaxsan o'zim ham salat qilamiz dedi. Eng yaxshi ko'rganim salat. Oddiy. Piyoz.
telefon qo'yishga joyi yo'q. O'shanga shotga qo'yib qo'ydim. Yaxshi turgan ekan, bekorda ekan. Розовый. O'zbekistondan naqay розовый помидор bo'ladi. Обожаю розовый помидор. Pomidorlarni qo'ydik endi tuz ozgincha. Salatga, ovqatga rosa ham kam tuz ishlataman. Bir payt salatga qo'shmayman tuz. Endi mana salatimiz aralashtiramiz. Suvli mana qanday pomidorlar suvi chiqadi. Zo'rda. Mana pomidor и piyoz. Piyoz, pomidor yaxshi ko'raman. Mukammal. O'zbekistonda bahorda shunaqa borib, редиска, ko'kat, zеленый luk, ko'k piyoz, shunaqa narsalar yaxshi ko'raman. Ovqatimiz pishguncha yogurt yeydik. Mana qanday ichini. Yoqadi borman shu. Yogurt, salat, meva, bular sog'liq uchun eng foydali narsalar. Bular siz bilmayman. 13 yoshimgacha anaqa bolgarskiy, baqlajon shunaqa narsalarni yaxshi ko'rmasdim, yoqmasdi. Ovqatimdan chiqarib tashardim. Hozir bolgarskiy, baqlajon, demakki o'sha yoshda organizm vujud xohlamaydi. 13-14 yoshda boshqa narsalar, masalan, napitkalar, chipsi, mana shunaqa narsalar yaxshi ko'ra qoldim. Mana hozir endi mana salat, yo'q, qatiq, keyin meva. Shunaqa narsalar yaxshi ko'raman. Gurunchimiz suvni tortib oldi. Endi ustini yopamiz, yana o'rtasini do'ppichalik qilamiz hozir. 15 minutda pishadi уже. Tak, salatimiz, yogurt hammasi, oshimiz, gurunchlari mana bunaqa dona pishib zo'r chiqdi. Endi ta'mini ko'ramiz hozir. Bismillah deb boshlaymiz. Menga yoqimli ishtaha. Gurunchlari mana bunaqa dona bo'lib. Skоворodka bilan kichkina qozonchada ham osh qilsa bo'ladi. Bismillah. Tuzi ham hamma narsasi jo'ra. To'g'larni ko'ramiz endi. Mukammal. 2 hafta bo'ldi osh yemaganimga. Mazza qilib endi osh yeyman. Mendan baxtli odam yo'q.
Hayat güzel. Yaxshi ko'rgan salatim, yaxshi ko'rgan oshim bor. Allohga shukr. Alloh bergan rizq uchun minnatdorman. Rosa ko'p o'ylayman. Men ertalab turganimda nafas olayotganligim, harakatlanayotganligim, ko'rib turganligim, eshitib turganligi uchun mana Alloh 5 sezgi berdi ertalabdan bizga. O'sha narsalar haqida o'ylayman. Va men bular uchun, bu his-tuyg'ular, bor narsalar, hayotimdagi bor narsalarim, ko'rib turgan bor narsalarim uchun ham shukronalik keltiraman. Berayotgan rizq uchun. Bugun Allohim menga zo'r o'zim yaxshi ko'rgan ovqatimni, nozik ne'matlari menga hayotimga berganligi uchun minnatdorman. Siz ham ovqatlanayotgan vaqtingizda har bir yeyotgan rizqingiz luqmangizda o'ylab, fikrlab yesangiz minnatdorchilik keltirib yeyishingizni maslahat berardim. Siz ham shunday qiling. Allohga shukronalik keltiraman. Yana bir bor. Chunki hayotimizda minnatdor bo'layotgan narsalarimiz juda ham ko'p. Hidini pomidor salatviy mamlaqani hidi. Просто ishtahani ochadi. Pomidorda baribir mazasi boshqacha. Bilmam, pomidorni shunaqa yaxshi ko'raman. Allohim shukronalik keltiraman. Siz ham hayotingizda bor narsalarga shukronalik keltirib, hayotingizda minnatdor bo'lib yashang. Xayr.